Assalomu alaykum. Men ismim Obidjon Tursunboyev, Isher Profi agentlik asoschisiman. Bugun sizlarga xodimlaringizni o'zi necha turi bor kompaniyangizda va xodimlaringiz necha turga bo'linadi va qaysi turlari qanaqa xodimlar bo'ladi va ular qanaqa natija beradi va qaysi xodimlarni ko'proq ularga birlashtirishingiz kerak va qaysi xodimlarni ishdan olib tashlashingiz kerak haqidagi ma'lumotlarni bazasini beraman. Ya'ni bu narsani qanaqa aniqlashingiz mumkin desa, kompaniyada bitta qonun bor. Ya'ni kompaniyada emas, aynan o'zi biznes turlarini xodimlarni aniqlab olish uchun bitta formula bor. Ya'ni 10, 60, 30 qonuni bor. Bu formula qanaqa ishlaydi o'zi? Ya'ni xodimlaringiz necha foizi 10% ga bo'linadi, necha foizi 60% ga bo'linadi, necha foizi, ya'ni foizda degan narsam nima bo'lyapti? Qaysi turlari 10% ga, qaysi turlari 60% ga, qaysi turlari 30% ga bo'linadi. Shular haqida bilamiz. Ya'ni bu formula, bu qonun o'zi qanaqa ishlaydi? Ya'ni 10% qonun qanaqa ishlaydi? 60% qonun qanaqa ishlaydi? 30% qonun qanaqa ishlaydi? Ya'ni qonunda o'tgan narsa nima? 10% turdagi xodimlar qanaqa turlarga bo'linadi? 60% xodimlar turlari qanaqa? Ya'ni qanaqa harakat qiladi? 30% xodimlar qanaqa harakat qiladi? Shu haqida. Ya'ni bu 10% turdagi xodimlar sizni kompaniyangizga yaxshi va to'g'ri harakatlanadigan xodimlar. 60% xodimlar bu eng katta foizli xodimlar, lekin natijasi sal pastroq bo'lgan xodimlar. Lekin bularga qaysi tarafni, ya'ni buni tanlaydigan xodimlar. Ya'ni muhitingizda yaxshi xodimlarni taniydigan bo'lsa, natijasi ko'proq bo'ladi. Yomon tarafni tanlab qo'yadigan bo'lsa, natija juda ham tushib ketadi butun kompaniyada. 60%, 30% xodimlar aynan qanaqa xodimlar? Bular zigzag qiladigan xodimlar. Ko'p narsa esa. Oldi qochdi, olib qochadi, aldaydi, yoki ayyorlik qiladi va siz bunga aldanib qoladigan xodimlaringiz bo'ladi. Aynan bular o'zi qanaqa xodimlar? Siz 10% xodimlar bular asosan sizni kompaniyangizga natija beradigan xodimlar bo'ladi. Ya'ni ular qanaqa natija beradi desa, kompaniyangizda to'g'ri harakat qilganligi uchun, o'z vazifasini bilganligi uchun 70% dan 80% gacha natija beradigan xodimlaringiz bo'ladi. Bular ancha yillik xodimlar, lekin mustaqil va o'z vazifasini yaxshi bajaradigan xodimlaringiz. 60% xodimlar qanaqa bo'ladi desangiz, bu 60% xodimlar, ya'ni og'ma xodimlar hisoblanadi. Ya'ni xohlasa 10% ga qo'shilishi mumkin, xohlasa 30% ga qo'shilishi mumkin. Lekin bular qanaqa natija beradi o'zi desangiz, 10 dan 15% gacha natija beradigan xodimlar bo'ladi. Sabab nimada? Qanaqa bo'lishi mumkin desa, chunki bular yangi xodimlar bo'lishi mumkin. Ya'ni bular 60% xodimlar, ya'ni 3 oydan 9 oygacha ishlaydigan muddatga ega bo'lgan xodimlar hisoblanadi. Bular aynan sizni kompaniyangizda yaxshi natija ko'rsatadigan xodimlarga qo'shiladigan bo'lsa, yaxshi qiymat olgandan keyin ko'proq ishlashi mumkin yana ham tarish. Lekin 30% ga qo'shilib ketadigan bo'lsa, aynan ular o'tda qolish ehtimoli juda ham pasayib ketib qolishi mumkin. Sabab nimada desangiz, mana. Ya'ni sabab 30% xodimlar sizni kompaniyangizda banda xodimlar hisoblanadi. Bular necha foiz natija beradi? Ya'ni 1% dan 10% gacha natija berishi mumkin. Ya'ni 10% natija qanaqa beradi bular desangiz, ya'ni u sizdan ancha yildan beri ishlayib kelgan va ancha yildan beri sizni natijalaringizni ko'rib kelgan va o'sha narsalarni ozma-oz bo'lsa ham ko'rgan xodimlar hisoblanadi. Xo'p, ayni holatda nima? Bular qanaqa harakat qiladi degan narsa bu. Bular, ya'ni 10% turdagi xodimlar qanaqa harakat qiladi, 60% turdagi xodimlar qanaqa harakat qiladi, 30% turdagi xodimlar qanaqa harakat qiladi. Ya'ni natija beruvchi xodimlar qanaqa o'ylaydi va qanaqa harakat qiladi. Ya'ni bu xodimlar stabilniy harakat qiladi va stabilniyligini o'ylaydi. Undan keyin nima qiladi? Ular shoshilmaslikka harakat qiladi. Shoshilgandan ko'ra stabilniy va yaxshi harakat qiladi deb hisoblaydi. Undan keyin nima qilsa, ularga siz tanbeh bersangiz to'g'ri qabul qiladi va to'g'ri harakat qiladi va xatolarni to'g'rilashga harakat qiladigan xodimlar bo'ladi. Undan keyin qanaqa bo'ladi bular desangiz, undan keyin esa yana men qanaqa qiymat bersam, qanaqa foyda ko'rar ekanman bu kompaniyadan degan narsa bilan harakat qiladi. Sabab nima? Uni harakatini ko'ryapsiz, unga natija berayotganini ko'ryapsiz va unga qisman qiymat berdingiz va yana nima qilsam nima qilib berar ekan degan narsa bilan harakat qiluvchi xodimlar bo'ladi. 60% xodimlar qanaqa bo'ladi? Bu og'ma xodimlar ishonuvchan bo'ladi, qiziquvchan bo'ladi. Mana meniki topdim deydigan xodimlar bo'ladi. Undan keyin nima bo'ladi desa, manga bu kerak ekan deb harakat qiladi. Ya'ni menga bu kerak deb hisoblaydi ular. Sabab nimada desa, sabablar mana endi banda xodimdan keyin to'laqonli tushunishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni nima?
Banda xodimlar qanaqa o'ylaydi, qanaqa harakat qiladi. Ya'ni xarakterimni ko'rsataman deb harakat qiladi. Xarakterini ko'rsatadi keyin sizga. Undan keyin nima bo'ladi? Qochish payti bo'ladi ko'proq. Ya'ni nima uchun? Ortiqcha chiqmasdan kamroq harakat qilib, ko'proq natija ko'rishga harakat qiladi. Ya'ni chunki sabab nimada bu narsa desangiz, sabab sizda ancha yildan beri ishlab, sizni xatolaringizni, sizni kamchiliklaringizni va sizga qanaqa taktika qo'llashni yaxshi tushunadi. Undan keyin nima qiladi desangiz, undan keyin bu qo'rslik qiladigan xodimlar bo'ladi bular. Undan keyin nima bo'ladi desangiz, bundan keyin esa eng yomon holat, ya'ni ayyorlik qiladigan xodimlar bo'ladi bular. Va undan keyin eng yomon holati bu yolg'on gapiradigan xodimlar hisoblanadi bular. Ya'ni nima uchun bularni farqi bor desangiz, agarda xodimlaringiz 60% yeng kelayotgan xodimlaringiz nima bo'ladi? Ishonadi. Agar stabilniga ishonadigan bo'lsa, bo'ldi. U sizda ancha vaqt ishlashi mumkin. Qiziqadi. Nimaga qiziqishi kerak? Xatolarni to'g'rilashga, yana man qanaqa qiymat berishga qiziqishi kerak lekin. Yo'q. U xarakterini ko'rsatishga, agarda yo'gida qochish paydo bo'ladigan, qo'rslik qiladigan, ayyorlik qiladigan va yolg'on gapiradigan xodimlarni ko'proq ko'radigan bo'lsa, nima bo'ladi bilasizmi? Mana topdim degan narsani topib qo'yadigan bo'lsa, qaysi biri kerak bo'ladi unga? Qo'rslik, ayyorlik, yolg'on yoki qochish yoki xarakterni ko'rsatish. Mana maniki deb qo'yadigan bo'lsa, mana shu yerdan bittasini tanlab olishi mumkin. Menga bu kerak ekan desa, sabab nima? Siz unga qo'pol gapirib qo'ydingiz yoki uni urishib qo'ydingiz. Bu yerdan qaysi birini o'ziga tanlab oldi, menga bu kerak ekan deydi, bo'ldi. Shu bilan sizni ijtimoiy muhitingiz juda inqirozga uchratadi. Xo'p, ana endi nima? Agarda bular birlashsa nima bo'ladi o'zi? Ya'ni qaysi tarafga birlashish mumkin? 10% gami? 60% 10% gami? 60% 30% gami? Ayni holatda nima? Natija beradigan xodimlargami? Ya'ni natija beradigan xodimlar necha foiz ko'rsatadi o'zi? Statistikasi bo'yicha 80% gacha natija beradigan xodimlar bo'ladi. Og'ma xodimlar o'zi qayerqa ko'proq og'adi? Ya'ni bular 10% dan 15% gacha natija beruvchi xodimlar o'zi. Banda xodimlargami? Yo'q, natija beradigan xodimlarmi? Banda xodim necha foizgacha natija berardi? 1% dan 10% gacha. Hop, ana endi qarang, nima bo'ladi? Qiymati qanaqa bo'ladi? Natijasi qanaqa bo'ladi? Agarda kompaniyangizda 60% xodimlar, ya'ni 10%, ya'ni natija beruvchi xodimlarga qo'shiladigan bo'lsa, sizni koeffitsiyentingizda ijtimoiy muhitingiz 95% ga o'zgaradi, yaxshilashadi va kompaniyangiz o'z-o'zidan ko'tarilish boshlaydi. Agarda xodim 30%, ya'ni 60% xodim 30%, ya'ni og'ma xodimlar banda xodimlarga qo'shiladigan bo'lsa nima bo'ladi? Necha foiz natija beradi kompaniya? Ya'ni 30% xodimlar 1% dan 10% ga natija berardi. Og'ma xodimlar 15% gacha natija berardi. Ana endi esa ikkalasini qo'shgan holatimizda esa sizda ijtimoiy muhitingiz 25% gacha tushib ketadi. Agarda siz noto'g'ri harakat qilib 10% xodimlarni chopib uradigan bo'lsangiz, ya'ni ayyorlik qilayotgan xodimlarni gapiga kirib, bu yerda sizni ijtimoiy muhitingiz 25% natija bilan juda og'ir holatga va bankrot holatiga kelib qolishi mumkin. Bu holatda siz ayni holatda 60 yoki 10, 60, 30 qonunni qanaqa qilib ishlatish kerakligini tushunib olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni 30% xodimlarni qanaqa qilib, ya'ni noto'g'ri xodimlarni kamaytirish tartibi qanaqa bo'ladi degan narsa bilan ishlashingiz to'g'ri keladi. Va kompaniyangizda aynan ularni ketma-ketligi qanaqa bo'ladi? Ya'ni bo'shatish tartibi qanaqa bo'ladi? Ishdan olish tartibi o'zi nima bo'ladi degan savol bilan ishlaysiz keyin. Ya'ni birinchi navbatda qochish paydo bo'lgan xodimlarni olib tashlashingiz kerak. Sabab nimada? Sabab siz boshqa xodim, ya'ni yolg'on gapirayotgan xodimlar, qo'rslik qilayotgan xodimlar, xarakterini ko'rsatayotgan xodimlardan ko'ra qochish paydo bo'lgan xodimni birinchi navbatda olib tashlashingiz kerak. Sabab nimada? Yolg'on gapiryapti, qo'rslik qilyapti, xarakterini ko'rsatyapti, lekin ular qochmayapti. Shuning uchun birinchi navbatda qochish paydo yurayotgan xodimlarni ishdan olishingiz kerak bo'ladi. Ana o'shandan keyin xodimlar, demak, men qochmasam bo'ldi, men ishdan olinmas ekanman deb hisoblaydi va harakat qilishda davom etaveradi. Ana undan keyin nima qiladi? Sizni yolg'on gapirayotgan xodimlarni ishdan olishingiz kerak bo'ladi. Chunki siz bilasiz ularni kompaniyangizda kimligini, qanaqa xodimlar ko'proq yolg'on gapirib qo'yayotganligini. Ya'ni xodimlaringiz mana shu xodimlar ishdan qochyapti deb hisoblashingiz kerak bo'ladi va ommaga ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Shu holatda bu xodimlarni ishdan olishim kerak ekan deb hisoblaysiz va omma ko'radi. Omma ko'rgandan keyin ikkita xodimga qarab turib,
baho beradi va o'ziga tushuncha hosil qiladi. Ya'ni ichki immunitet hosil qiladi. Ichki immunitet nima qiladi ularga? Ya'ni qochma, yolg'on gapirmay tur. Demak, qolganda yaxshi ekansan deb aytishadi. Ya'ni ichki ruhiy holatida shunaqa bo'ladi, psixologik holati. Va undan keyin kim olasiz? Va kurslik qiladigan xodimni olib tashlaysiz. Bu holatda nima bo'ladi? Yana ichki immunitet yana hosil bo'ldi xodimlarda. Ya'ni qochishim kerak emas, yolg'on gapirishim kerak emas, qo'rslik qilishim kerak emas degan harakat bilan ishlaydi o'sha. Tushunyapsizmi? Ya'ni bu yerda sizni ichki muhitingiz ancha yaxshilashyapti. Undan keyin nima qilishingiz kerak? Xarakterini ko'rsatayotgan xodimni olib tashlaysiz. Bu holatda xodimlar tushunib yetadi o'sha. Lekin eng og'ir holatiga kelasiz lekin bu holatda. Ya'ni qochayotgan xodimni olib tashladingiz, yolg'on gapirayotgan xodimni olib tashladingiz, qo'rqishib qilayotgan xodimlarni oldingiz, xarakterini ko'rsatayotgan xodimlarni oldingiz. Ana endi siz kim bo'lishim kerak? Siz eng og'ir holat va bu holatlarni ya'ni xodimlarning orasida emas, xodimlarning liderlari bo'lib turgan, ya'ni bandlarning eng kattasi bo'lib turgan, tayyorlik qiladigan xodimni olib tashlashingizga to'g'ri keladi. Lekin bu xodimni olish juda qiyin. Juda qiyin. Chunki sabab nimada? Sabab bu xodim sizda ancha yildan beri ishlab keladi va bu ayyorligi sizga rostdek ko'rinadi. Bu holatda uni qochayotganini ham ko'rmay qolasiz, yolg'on gapirayotganini ham sezmay qolasiz, xarakterini ko'rsatayotganini ham, qo'rslik qilayotganini ham to'g'ri deb qabul qilib qoladigan holatingiz bo'lib qoladi. Shuning uchun ham bu xodim eng o'ta og'ir xodim hisoblanadi. Bu xodimni qanaqa olib tashlashingiz mumkin bo'ladi? Bu xodimni ishdan olish tartibi qanaqa bo'ladi? Ya'ni men sizga ko'rsataman, tushuntiraman. Ya'ni bu xodim ayyorlik qiladigan xodim o'shatish qiyin bo'ladi. Endi sababi nima uchun? Sababi qarindosh yoki eng yaqin insoningiz bo'lishi mumkin bu odam. Yechim nima bo'ladi? Yechim ya'ni yangi filialga olish yoki yangi bo'limga olishingiz, yangi jarayonga olishingiz. O'shandan keyin bu sizga qarshilik qilishi, to'xtashi mumkin bo'ladi. Va unga siz aniq vazifani zimmasiga yuklaysiz. Shu holatda uni mana bu yerda ko'rsatayotganimdek, unga yangi jamoa biriktirasiz. Yangi jamoa esa uni aslida qanaqa insonligini ko'rsatib beradi sizga. Yolg'on gapiradiganmi? Ayyorlik qiladiganmi? Qochadiganmi? Yokida nima aynan? Bu jarayonlarni hammasini birlashtirib bitta odamni ko'rgandan keyin xodimlar bitta uchish paydo bo'ladi, ya'ni ketish paydo bo'ladi. Shu holatda jamoa bu ayyor xodim o'zini kamchiliklarini sizga ko'rsatishni boshlaydi va ko'rsatayotgan vaqtida siz nima qilasiz, bilasizmi? Bu holatda siz nazoratni aniq qilib bitta vaqtda hisobot qabul qilishni boshlaysiz. O'shandan keyin xodim o'zi tan beradi va sizni kompaniyangizdan o'z oyog'i bilan chiqib ketish etabiga keladi. Shu holatda. Va sizni kompaniyangizda ijtimoiy muhiti va bu formulasi sizni kompaniyangizdagi xodimni, ya'ni nima? 95% natija beruvchi xodimni, ya'ni jamoani shakllantirgan hisoblanasiz. Va u kompaniya sizga sodiq, halol, qiziquvchan va mana meniki, mana topdim, menga bu kerak ekan va stabilniy, shoshmaydigan, xatosini to'g'rilay oladigan va eng muhimi bu xodim sizni kompaniyangizda yana qanaqa qiymat bersam bo'ladi degan xodimlar jamoasini yig'gan hisoblanasiz. Do'stlar, kattakon rahmat. Agarda bu formulamiz sizlarga qanaqadir qiymat beradigan bo'lsa, biz bag'oyatda xursand bo'lgan bo'lamiz. Ya'ni sizni kompaniyangizda ushbu muammolar bor va bunaqa xodimlarni ajrata olmayotgan bo'lsangiz, ajratishga qiynalgan bo'lsangiz, men sizga ayta olamanki, HR Profi jamoasi, ya'ni agentligi sizga to'liq holda yechim beradi. Kuninglar xayrli va barakotli o'tsin. Do'stlar, keyingi darslarimizda ko'rishguncha charchamaylar.